Hop, akalar, 100 talik metan balon mashinamizda Gentra. 65 talik propan silindr balonimizda bu ham Gentra. Kichkinagina bitta hisob-kitob qilamiz. Benzin narxi 92 niki, 7,5 ming so'm 1 litri. 60 litr to'ldiradigan bo'lsa, ikkalasiga ham 450 ming so'm bo'ladi. 100 kilometrga 12 litr rasxod bo'ladi. 60 litrga o'shanda mashinamizda 500 kilometr yuradi. 500 kilometr narxi 450 ming so'm. Benzinda propanni nima vigidniy tomoni bor deganlarga, birinchidan propanni aktani 110 ga teng, tortishlari top, вообще 95 bilan bir xil yuradi. 1 litri 4 ming so'm bo'ladi. 60 litr zapravka qiladigan bo'lsa, 240 ming so'm bo'ladi va 100 kilometrga 14 litr rasxod qiladi. O'shanda 420 kilometrga 240 ming so'mning yurayotgan bo'ladi. Почти teng baravar arzon tushyapti 92 benzindan. Benzin bilan metanning orasida hisob-kitobini hisoblab yotganlarga 1 kub metanimizni 2800 so'm, 20 kub ketadi 100 litrli balonga. 100 litr deyiladi, bizning tilda 20 kub bo'ladi. 56 ming so'm. 56 ming so'mga mashinamizni 200 kilometrlar yuradi. Benzindan menimcha 3 ga 1 arzon tushyapti.